Mani kunim nima bilan boshlanadi? Keling ko'rib chiqamiz. Ertalab yuzimni modeli umvalkasi bilan yuvaman. U yog' va changi muloyimlik bilan olib tashlab, terini quritmasdan toza va yengil holatga keltiradi. Keyin esa modeli toneri bilan yuzimni namlantiraman. U yuzimdagi qizarishlarni yumshatadi, pH balansini tiklaydi va terimni yengil qilib beradi. Shu sababdan sivırtka va krem yaxshi singadi va ta'siri kuchayadi. Modeli B3 serumi tufayli yuzimdagi poralar sezilarli darajada torayadi. Terim tiniqlashib, oqarib qoldi va rangi ham bir xil bo'la boshladi. Yuzim qurib ketmasligi uchun esa modeli kremidan foydalanaman. Krem juda yengil va yuzda tez singadi. Shu bilan birga chuqur namlantirib, terini yumshoq qiladi va himoya qatlamini mustahkamlaydi. Oxirida SPF krem bilan yakunlayman. U quyosh nuridan himoya qilib, dog'lar va mayda ajinlarning paydo bo'lishini oldini oladi. Men uyda bo'lsam ham, ko'chada bo'lsam ham SPF kremni muntazam ishlataman. Siz ham ertalab menga o'xshab atigi 5-10 daqiqa vaqt ajratib, yuzingizga parvarish qilsangiz, yuzingiz yorqin va tiniq bo'lib, o'zingizdan mamnun bo'la boshlaysiz. Qiziq bo'lsa, pastdagi link orqali raqamingizni qoldiring, biz siz bilan bog'lanamiz.